Meniki san'at maktabidagi adishim buyurtgan. Çoğun resim bilen mao maşinası quşni şu meniki san'at maktabidagi adishim buyurtgan. Mao bolsa yo'ldoshi bilan tushgan rasmini qilib berdim. Abdursul Mahliya deb yozib berdim. Mashinaga esib oladi. Ma'ni bo'lsa o'zining resmi, uningdagi inisi, uningdagi opisi, dadisining ayrim-ayrim tushgan resmini yo'llagan. Bir yer ekib turib siz berdim. Hozir bitgandi, yo'llasam bek xo'sh bo'lib ketibdi. Opisim shunday xo'sh bo'lib ketibdi. To'shan qilib olamiz, bek chiroyli chiqibdi, cho'ngli bek yoqdi. Uningdagi hozirlamsab bergin deb shunday xush qilibdi, shunchaki rozi bo'libdi. Hamishangdagi rasmlarni davomli buyursanglar bo'ldi do'stlar. Hozir ko'rsatganim bo'lsa 3 xil. Ondan keyin yana shu sedamsizm deymiz, moy bo'yoq rasm, undan boshqa shu tashqi sızg'a rasm, hammasidan bor. Undan boshqa yana maningdek, masalan, idora organ deymiz, ba'zan bir faoliyatga qatnashtiradiganlar, shu kasbiy bo'lmasa sizolmaydi shunaqa. Masalan, yaslini o'quvchilar deymiz, maktab yoki bo'lmasa idora organlarningki ma'lum faoliyatga qatnashtiradigan shunday rasmlarni, shu organlardan, maktablardan buyurgan rasmlarni siz bersak bo'ldi va muomala chiroyli chiqdi. Hamishni bir o'qituvchi buyurgani, hamishangdek shu tayxo vokaldan siz turadigan rasmlarni, o'zingizning yaxshi ko'radigan manzara rasmlarni buyursanglar bo'ldi va hamsa ko'ngilingizga rahmat, keyingi filmda ko'rishaylik.